Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlar pasport almashtirish kerakmi? Kimlar ID kartaga o'tadi? Eski pasport bilan pensiya olishda, bankda, poliklinikada yoki boshqa davlat xizmatlarida muammo bo'ladimi? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, vasiylariga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda hujjat masalasida eng ko'p qiynaladiganlar aynan yoshi katta insonlar bo'ladi. Agar sizning uyingizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Birgina muddat o'tgan pasport sabab pensiya kartasini yangilash, bankdan pul yechish, notariusga kirish, davolanish hujjatlarini rasmiylashtirish yoki meros masalasida muammo chiqishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men sizga keraksiz vahima emas, aniq va amaliy tartibni tushuntiraman. Avvallari ko'pchiligimizda eski namunadagi pasportlar bo'lgan, keyin biometrik pasportlar joriy qilindi. Hozir esa ishga foydalanish uchun ID karta bosqichma-bosqich ishlatilmoqda. Odamlar orasida eng katta chalkashlik shundan kelib chiqyapti. Pasport bekor bo'ldimi? Pensionerlar majburiy ID karta oladimi? Eski pasport bilan yurish mumkinmi? ID karta olmasam pensiyam to'xtaydimi degan savollar ko'paygan. Men buni juda oddiy qilib aytaman. ID karta bu shaxsni tasdiqlovchi zamonaviy hujjat. U ichki muomalada, ya'ni O'zbekiston hududida shaxsni aniqlash uchun ishlatiladi. Eski biometrik pasportingiz esa agar muddati o'tmagan bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, yaroqli holatda bo'lsa, odatda u amal qilish muddatigacha foydalanilishi mumkin. Lekin pasport muddati tugasa, yaroqsiz holga kelsa, familiya o'zgarsa, tug'ilgan sana yoki boshqa ma'lumotlarda xato aniqlansa, hujjat yo'qolsa, shunda yangisini olish kerak bo'ladi. Hozirgi tartibda esa yangi ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ID karta beriladi. Eng muhim joyi, pensioner bo'lgani uchun hamma birdaniga yugurib borib pasportini almashtirishi shart degan tushuncha noto'g'ri. Lekin pensionerlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak, chunki ularning pensiya, bank, tibbiyot, notarius, kommunal to'lov, subsidiya, ijtimoiy yordam kabi ishlari ko'p hollarda hujjatga bog'liq. Agar hujjati kichik muammo bo'lsa ham ish cho'zilib ketishi mumkin. Avval odam pasportini olib yurardi. Ham ichki ishlar, ham bank, ham notarius, ham boshqa joylarda shu hujjat asosiy hisoblanardi. Pasport ichida propiska, ya'ni doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar, nikoh qaydlari, bolalar haqidagi ma'lumotlar kabi turli yozuvlar bo'lishi mumkin edi. Ko'pchilik uchun pasport bir vaqtning o'zida ham shaxsni tasdiqlovchi, ham turli ma'lumotlarni ko'rsatib turuvchi asosiy daftarga o'xshardi. Hozir esa tizim raqamlashtirilmoqda. ID karta kichik plastik karta ko'rinishida bo'ladi. Unda asosiy shaxsiy ma'lumotlar va elektron ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Ko'p ma'lumotlar davlat bazalarida elektron ko'rinishda tekshiriladi. Masalan, bank xodimi yoki davlat xizmatlari organi sizning shaxsingizni ID karta orqali aniqlaydi. Boshqa ma'lumotlar esa tegishli elektron tizimlardan olinadi. Bu o'zgarishning yaxshi tomoni bor. Hujjat ixcham, foydalanish qulay. Ma'lumotlarni elektron tekshirish oson, lekin o'tish davrida odamlar chalkashadi. Ayniqsa pensionerlar mening eski pasportim endi o'tmay qoladimi deb xavotirga tushadi. Men shu yerda sizni tinchlantiraman. Masala shoshilinch vahmi emas. Masala o'z hujjatingizning holatini tekshirib, o'z vaqtida harakat qilishda. Birinchi navbatda pasportining muddati tugayotgan yoki allaqachon tugagan fuqarolar e'tibor berishi kerak. Masalan, Olim 8 yoshli otaxonning pasportida amal qilish muddati 2024 yil dekabr deb yozilgan bo'lsa, 2025 yilda u pasport bilan bankka borganda muammo chiqishi mumkin. Bank xodimi hujjatingiz muddati o'tgan, shaxsingizni tasdiqlash uchun yangilangan hujjat kerak deyishi mumkin. Bu pensioner pensiyasini yo'qotadi degani emas, lekin pulni olish, kartani yangilash, hisobni ochish yoki ayrim operatsiyalarni bajarishda to'siq paydo bo'ladi. Ikkinchi toifa, pasporti yirtilgan, rasmiy ko'rinmay qolgan, safhalari zararlangan, namlik tekkani uchun yozuvlari o'chgan odamlar. Pensionerlar ko'pincha pasportni ko'p yillar sumkada, papkada eski hujjatlar orasida saqlaydi. Bir kuni notariusga boradi. Notarius esa hujjat yaroqsiz, shaxsni aniq tasdiqlab bo'lmaydi deb qabul qilmasligi mumkin. Masalan, 72 yoshli onaxon uyini nevarasiga hadya qilish uchun notariusga boradi. Pasportdagi surat juda xira. Sahifa buklangan, amal qilish muddati ham yaqinlashgan. Bunday holatda hujjatni avval tartibga keltirmasdan turib notarial harakatni bajarish qiyinlashadi. Uchinchi toifa, familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgarganlar. Bu holat ko'proq ayollarda uchraydi.
lekin boshqa sabablarda ham bo'lishi mumkin. Masalan, nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin pasport eski familiyada qolib ketgan bo'lsa, pensiya hujjatlari bank kartasi, soliq yoki kadastr ma'lumotlarida nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Bitta har farqi ham ayrim tizimlarda muammo beradi. Karimova o'rniga Karimova, o'g'li o'rniga o'g'li kabi yozuvlar ham ayrim rasmiy ishlarni cho'zishi mumkin. 4-toifa. Xorijga chiqishni rejalashtirayotganlar. Bu yerda juda muhim farq bor. ID karta ichki hujjat, ya'ni O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlash uchun, chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar ID karta oldim, endi Rossiyaga, Turkiyaga yoki Qozog'istonga shu bilan chiqaman deb o'ylashi mumkin. Bunday xatoga yo'l qo'ymang. Agar pensioner farzandlarini ko'rish uchun chet elga ketmoqchi bo'lsa, avvalo xorijga chiqish pasporti masalasini alohida tekshirish kerak. 5-toifa bank kartasi muddati tugayotgan pensionerlar. Masalan, pensiya plastik kartangiz 2026 yil mart oyida tugaydi. Bank sizdan yangi karta ochish uchun amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Agar o'sha paytda pasportingiz muddati o'tib ketgan bo'lsa, bank operatsiyasi to'xtab qolishi mumkin. Bu holatda odam pensiyamni berishmayapti deb o'ylaydi. Aslida esa masala hujjatni yangilash zaruratida bo'ladi. Agar sizda biometrik pasport bo'lsa, muddati hali ancha bor bo'lsa, pasport yaroqli, yozuvlari to'g'ri, familiya va boshqa ma'lumotlar barcha hujjatlar bilan mos bo'lsa, hozir darhol vahima bilan almashtirishga majbur emassiz. Lekin men ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Pasportingizning amal qilish muddatini hozirroq tekshiring. Ayniqsa, uyda yoshi katta odamlar bo'lsa, farzandlari ularning hujjatini ko'zdan kechirsin. Bu 5 daqiqa vaqt oladi, lekin keyin katta muammolarning oldini oladi. Masalan, 65 yoshli ayolning pasporti 2028 yilgacha amal qiladi. Rasmi aniq ma'lumotlari to'g'ri, bank kartasi ham ishlayapti. Bunday holatda u ertaga tongda idoraga yugurishi shart emas. Lekin 2027 yil oxiriga kelib, muddat tugashidan oldin almashtirish rejasini qilsa to'g'ri bo'ladi. Chunki oxirgi haftagacha kutish noto'g'ri. Navbat texnik nosozlik, hujjatdagi xato, sog'liq bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin. Yana bir misol. 7 yoshli otaxonning pasporti 2030 yilgacha amal qiladi. Lekin u notarius orqali yer uchastkasi masalasini hal qilmoqchi. Agar pasport yaroqli bo'lsa, u ishni davom ettirishi mumkin. Lekin notarius hujjatdagi ma'lumotlarni elektron bazadagi ma'lumotlar bilan solishtirganda farq chiqsa, otaxon baribir migratsiya va fuqaroligini rasmiylashtirish bo'limiga yoki tegishli idoraga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Amalda yangi hujjat olayotgan fuqarolar ID karta oladi. Ya'ni 1-marta shaxsni tasdiqlovchi hujjat olayotganlar, pasport muddati tugaganlar, pasportini yo'qotganlar, yaroqsiz holga keltirganlar, shaxsiy ma'lumotlari o'zgarganlar ID kartaga o'tadi. Bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshadi. Shuning uchun hamma pensionerlar falon sanagacha ID karta olish shartdan gapni eshitsangiz, darhol ishonib ketmang. Har doim rasmiy manbadan tekshirish kerak. Pensionerlar uchun muhim jihat shuki, ID karta olish ularning pensiya olish huquqini bekor qilmaydi. Pensiya huquqi yosh ish staji, hujjatlar va qonuniy tayinlov asosida belgilanadi. ID karta esa shaxsni tasdiqlash uchun kerak. Lekin amaliy hayotda shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa yoki muddat o'tgan bo'lsa, pensiyani olish jarayonida qiyinchilik paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli men doim aytaman, huquq boshqa, hujjatni ishlatish jarayoni boshqa. Huquqingiz bor, lekin hujjatingiz tartibda bo'lmasa, o'sha huquqdan foydalanish sekinlashadi. Birinchi vaziyat, 70 yoshli pensioner har oy bankomatdan pensiya oladi. Kartasi ishlayapti, muammo yo'q, lekin karta muddati tugaydi. Banka boradi. Bank xodimi pasportini tekshiradi va hujjat muddati 3 oy oldin tugaganini ko'radi. Natijada yangi karta berish jarayoni to'xtaydi. Pensioni avval ID karta rasmiylashtiradi, keyin bankka qaytadi. Agar u bu ishni oldindan qilganida pensiya pulini olishda uzilish bo'lmasdi. Ikkinchi vaziyat. Onaxon dori-darmon uchun imtiyoz yoki tibbiy yo'llanma olmoqchi. Poliklinikada shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Pasportdagi familiya eski, tibbiy bazada esa nikohdan keyingi familiya turibdi. Tizim mos kelmaydi. Onaxon bir idoradan ikkinchi idoraga borishga majbur bo'ladi. Bunday holatda hujjatlarni bir xil holatga keltirish kerak. Faqat yo'q hujjatlari, pasport yoki ID karta, pensiya hujjati, bank ma'lumotlari o'zaro mos bo'lishi zarur. Uchinchi vaziyat, otaxon uyini sotmoqchi yoki meros masalasini hal qilmoqchi. Notarius pasportni ko'radi.
Lekin pasport juda eski. Rasmdagi odamni tanib olish qiyin. Notarius ehtiyot chorasi sifatida hujjatni yangilashni so'rashi mumkin. Bu notarius sizni qiynayapti degani emas. Bu keyinchalik hujjat qalbakiligi. Shaxs adashishi, meros nizosi kabi muammolarning oldini olish kerak. 4-vaziyat. Pensiona farzandni chaqirgani uchun chet elga borishni rejalashtiradi. U ID karta oladi va endi tayyorman deb o'ylaydi. Aeroportga borganda yoki chipta olishda xorijga chiqish pasporti kerakligi ma'lum bo'ladi. Shuning uchun men alohida ta'kidlayman. ID karta bilan ichki ishlaringiz yuradi. Lekin chet el uchun xorijga chiqish pasporti alohida rasmiylashtiriladi. Ba'zi pensionerlar nogironligi, og'ir kasalligi yoki yotib qolganligi sababli idoraga shaxsan bora olmasligi mumkin. Bunday holatda farzandlari yoki yaqinlari tegishli bo'limdan oldindan maslahat olish kerak. Ayrim hollarda uyga chiqib xizmat ko'rsatish, vakillik hujjatlari yoki boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Buni telefon orqali yoki hududingizdagi mas'ul idoraga borib aniqlash kerak. Eng katta xato buvim yura olmaydi. Demak, hujjatni yangilab bo'lmaydi deb o'tirib qolish. Har bir holatning yechimi bor, faqat oldindan murojaat qilish kerak. Yana bir nozik masala ishonchnoma. Ba'zan pensionerning farzandi men otamning o'rniga borib ID karta olib kelaman deb o'ylaydi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatni rasmiylashtirishda odatda fuqaroning shaxsan ishtiroki suratga tushishi, biometrik ma'lumotlari talab qilinadi. Shuning uchun oddiy ishonchnoma bilan hamma ish bitadi deb o'ylamang. Lekin ariza topshirish, maslahat olish, to'lov qilish, navbat olish kabi ayrim yordamchi ishlarni yaqinlari bajarishi mumkin. Aniq tartibni o'z hududingizdagi idoradan bilib oling. Keyingi masala davlat boji va to'lovlar. ID karta olish uchun to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'lishi mumkin. U vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun men bu yerda aniq falon so'm deb qat'iy aytmayman. Chunki ertaga raqam o'zgarishi mumkin. To'lovga borishdan oldin rasmiy sayt. Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidan miqdorni tekshirib oling. Pensionerlar uchun imtiyozlar bo'lsa ham ular hamma holatga bir xil tatbiq etilmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shnim bepul oldi, men ham bepul olaman degan xulosaga kelmang. Har bir holatda asos va hujjat tekshiriladi. Yana bir muhim jihat yashash joyi ma'lumotlari. Avval pasportda propiska muhri ko'rinib turardi. Hozir ko'plab ma'lumotlar elektron bazada bo'ladi. Shu sababli ayrim pensionerlar ID kartada propiska ko'rinmasa men ro'yxatda turmay qolamanmi deb xavotir qiladi. Yo'q, ro'yxat ma'lumotlari elektron tizimlarda saqlanadi. Lekin ba'zida xato bo'lsa, uni tuzatish kerak bo'ladi. Masalan, siz 20 yildan beri bitta manzilda yashaysiz, lekin elektron bazada eski manzil chiqsa, keyingi ishlaringizda muammo bo'lishi mumkin. Yana bir tuzoq firibgarlar. Hujjat almashish mavzusi chiqqanda ayrim odamlar men tez qilib beraman, navbatsiz chiqaraman. Pensionerlarga majburiy jarima bo'ladi, pul bering deb aldashi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, hech qachon hujjatingizni begona odamga bermang. Plastik kartangiz parolini aytmang. Telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga o'qib bermang. Hujjatni faqat rasmiy idora orqali rasmiylashtiring. Agar kimdir bugun almashtirmasang pensiyang to'xtaydi deb qo'rqitsa, avval rasmiy manbadan tekshiring. Birinchi qadam uyda pasportingizni oling va amal qilish muddatini tekshiring. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning, buvingizning, bobongizning pasportini birga ko'ring. Muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Masalan, oddiy daftar yoki telefonga onam pasport muddati 2027 yil 15 may deb qayd qiling. Muddat tugashiga 3 yil 6 oy qolganda harakatni boshlash ma'qul. Oxirgi kunni kutmang. Ikkinchi qadam pasportdagi ma'lumotlarni solishtiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, shaxsiy identifikatsiya raqami. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar boshqa hujjatlar bilan mosmi? Pensiya daftarchasi yoki pensiya hujjatlari, bank kartasi ma'lumotlari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjatlari bilan farq yo'qmi? Agar farq bo'lsa, avval qaysi hujjat asosiy ekanini aniqlash kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirish uchun hududingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki vakolatli davlat xizmatlari orqali murojaat qilinadi. Hududga qarab tartib, navbat olish usuli, ish vaqti farq qilishi mumkin. Borishdan oldin telefon qilib yoki rasmiy manbadan ish vaqtini bilib oling. Pensioner odamni behuda idoradan idoraga sarson qilmang. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang.
odatda amaldagi pasport yoki muddati o'tgan pasport. Agar yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganligi bo'yicha ariza, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar, to'lov kvitansiyasi va boshqa talab qilinadigan hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bitta papka qiling. Unga pasport, pensiya hujjatlari, nikoh guvohnomasi nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi nusxasi, bank rekvizitlari, telefon raqami yozilgan qog'ozni solib qo'ying. Idorada falon hujjat bormi deyishsa, izlab yugurmaysiz. 5-qadam, arizani diqqat bilan tekshiring. ID karta rasmiylashtirilayotganda ma'lumotlaringiz kompyuterga kiritiladi. Shu paytda har bir harfni tekshiring. Pensionerlar ko'pincha mayli, bolam, o'zing bilasan deb e'tibor bermaydi. Lekin bitta har xatosi keyinchalik bankda, notariusda, shifoxonada muammo tug'diradi. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, yoningizda farzandingiz yoki ishonchli yaqiningiz bo'lsin. Familiya qanday yozilgan, tug'ilgan sanat to'g'rimi, manzil to'g'rimi, hammasini tekshiring. 6-qadam. To'lovni faqat rasmiy yo'l bilan qiling. Kassa, bank ilovasi to'lov tizimi yoki rasmiy ko'rsatilgan usul orqali to'lang. Kvitansiyani saqlang. Agar kimdir menga naqd bering, o'zim to'lab qo'yaman desa, ehtiyot bo'ling. Ayniqsa pensionerlardan foydalanadigan firibgarlar ko'p. 7-qadam. ID karta tayyor bo'lgach, uni olib eski hujjat bilan bog'liq ishlaringizni tekshiring. Bankka boring, agar kerak bo'lsa ma'lumotlaringizni yangilang. Pensiya bo'limi yoki bank tizimida yangi hujjat seriyasi va raqami kiritilishi kerak bo'lsa, shuni qiling. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankdagi raqamni ham yangilang. Chunki plastik kartaga keladigan SMS kodlar eski raqamga ketib qolsa, yana muammo tug'iladi. 8-qadam. ID kartani ehtiyot qiling. Uni egmang, teshmang, magnit yoki issiq joyga tashlamang. Bolalarga o'yinchoq qilib bermang. Hujjat yo'qolsa, yana ariza, yana vaqt, yana to'lov masalasi chiqadi. Uyda hujjat nusxasini alohida saqlang, lekin asl hujjatni begonalarga bermang. Agar siz ota-onangizga yordam bermoqchi bo'lsangiz, eng to'g'ri ish shuki, ularni idoraga boradigan kuni yolg'iz yubormang. Ko'p savollar beriladi, ayrim blankalar to'ldiriladi, to'lov qilinadi, navbat kutiladi. Yosh katta odam charchashi, hayajonlanishi ayrim ma'lumotlarni adashtirishi mumkin. Siz yo'lda bo'lsangiz, jarayon ancha oson kechadi. Yana shuni biling. Hujjatni almashtirish faqat pasportni yangilash emas. Bu oilaviy xavfsizlik masalasi ham. Chunki yosh katta odamning hujjat tartibda bo'lsa, ertaga tibbiy yordam, pensiya, meros, uy-joy, bank, ijtimoiy yordam masalalarida vaqt yo'qotilmaydi. Masalan, otangiz kasalxonaga yotish kerak bo'lsa, hujjatdagi xato sabab ro'yxatdan o'tish cho'zilib ketmasligi kerak. Onangiz bankdan pensiya olish kerak bo'lsa, muddati o'tgan pasport sabab qaytib ketmasligi kerak. Demak, asosiy xulosa shunday. Pensionerlar hammasi birdaniga vahima qilib, pasport almashtirishga yugurishi shart emas. Lekin har bir pensioner o'z hujjatining muddatini, holatini va ma'lumotlar to'g'riligini tekshirishi shart. Pasport muddati tugasa, yo'qolsa, yaroqsiz bo'lsa, ma'lumotlar o'zgarsa yoki yangi hujjat kerak bo'lsa, amaldagi tartib bo'yicha ID karta rasmiylashtiriladi. ID karta ichki hujjat, chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish pasport kerak bo'ladi. Men sizdan so'rayman, bugun uyingizdagi yoshi katta insonlarning pasport muddatini tekshirib qo'ying. Agar biror shubha bo'lsa, rasmiy idoraga murojaat qiling. Firibgarlarga ishonmang. SMS, kod va karta parollarni hech kimga bermang. Kommentariyada yozing. Sizning yoki ota-onangizning pasport muddati qachongacha ekan? ID karta olganmisiz? Jarayon qanday o'tdi? Tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Keyingi videolarda ham shunday muhim huquqiy va amaliy masalalarni oddiy tilda tushuntirib beraman.